Bugungi videodan boshlab O'zbekistondagi taniqli oshpazlarning mashhur taomini tatib ko'rib, birgalikda baho beramiz. Va bugungi mehmonimiz Rixsitilla oshpaz. Xo'sh ko'ramiz, biz uchun bugun nima tayyorlab beribdilar. Wow. Taniqli oshpazlarning musobaqasini boshlashimdan katta sabab bu sizlarning ishtirok etishingiz. Izohlarda, ya'ni kommentariyada ko'rinishi, dekoratsiyasi va podachasiga sizlar baho qo'yasizlar va albatta yeyilishi va ta'miga men baho beraman. Endi sizlar barram yomisizlar. Rixsitilla oshpaz to'g'risida qisqa ma'lumot. Bu oshpaz aka faqat dachalarga chiqadi. Ya'ni dachaga chiqqanlar bularga murojaat qilishadi va bular borib hammasini ipidan ignigacha qilib beradilar. Agar jay qiziqib ketsanglar, profillariga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, tatib ko'rish payti keldi. Birinchi bo'lib mana shunaqa sochning kartoshkasidan boshlaymiz. Bismillah. Wow. Usti tilla rang, ichi yumshoqqina kartoshka. Hali go'sht yeb ko'rmadim, kartoshkada уже sindim. Wow. Go'shti erib ketdi. Kartoshkasi shunaqa yoqdi. Bu videoda hate yoki kritika umuman bo'lmaydi. Hamma oshpazlarimiz zo'r. Meni taklifimga ko'nib shunaqa zo'r taom qilib berdilar. Menga yordaminglar kerak. Keyingi videoda qaysi oshpazni taomini ko'ramiz. Albatta yozib qoldiringlar. Rahmat.